Assalomu alaykum ukam. Sanjorlar islommi? Ishlar yaxshimi uka? Charchamiz. Siz bilan gaplashayotgandim uka. Qani telefoningizni ko'raylikchi. Nechi kod uka? Mo'l aka. Nechi pul deyapsiz? 900 aytyapman aka. 88 mi aka? Ha, Holatingiz aka. 445 Bir qo'lmi uka? Bir qo'l aka. Korobkasi uyda aka. Ekranlarda sarapinalari bor ekan-ku. Laminatsiz ishlatganmiz. Bolachalar ham bor. Sim kartangiz yo'q ekan uka. Inekalari o'tgan, hamma yoshi o'tgan. Korobkadakimi? Korobkasi yonimda bo'lsa uyda olib chiqaman. Nechi pul uka? Nechi pul qilishdi? 830 narx aytishdi aka. Hop. 900 deyapman aka. 900 ga olmaydi jon uka. Holatdan ko'ryapsiz, o'zingizdan yaxshi bilib turibsiz, ko'rsatgan bo'lsangiz. 950 ga aka berganim. Yo, jon uka. O'xlab kishilar qilmay uka, bo'ladigan yurgizinglar, naqd sanab beramiz uka. 880 ming aka. Jon uka. O'zingizdan bilib turibsiz, u narxga ketmaydi uka. $10 qo'shib beraman aytishganiga. Bering. 850 aka bo'ladigan. Jon uka. 850. Sразу tushib yordingiz uka, hamma o'chot kiymish qilib. Ha? Ko'ring, aka tekshirib olamiz. Rozi bo'lasizmi o'sha pulga uka? Bo'ldi uka. Xo'p, qolgan hamma imekalarni tekshirib olamiz uka. Xotirjam. Mana uka, harakatini bersin, ha? Korobkasini olib chiqib beraman aka. Bo'ldi. Men tekshirib turaman, olib chiqaring.